Assalomu alaykum. Musofir yurtda ayniqsa inson joni og'rimasin ekan, kasal bo'lmasin ekan. Qachonki bir dard sezsam o'zimga, bolaligimni eslayman. Bolaligimda rahmatli Xatija buvimning sandallari bor edi. Issiqqina sandalga oyog'imni uzatardilar. Achchiqqina mastovalar pishirib berardilar. Limon choylar, na'na choylar damlab dardimga darmon bo'lardilar. Tinmay parvona bo'lardilar. Afsuski, ming afsuski, musofir yurtda kasal bo'lsak, bizga achchiqqina mastava pishirib beradigan bu jonlarimiz yo'qlar. Kasal bo'lsak ham o'rnimizdan turib ishlashga to'g'ri keladi. Mehnat qilishga to'g'ri keladi. Shunday ekan, ularning tirikliklarida qadrlariga yetinglar. Duolarni ko'proq olishga harakat qilinglar. Menga o'xshab oson tutmang musofirda yurganlarga, o'zga yurtdan onu tuzun terganlarga